Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar. Bugun mana hozir uzumlarni barkiga o'sha uzumlarda tanasiga chang sho'r tushadi. Entalakur degan ifodamizda nimasi bor? Ento degani ichkariga degani. 10 litrga 5 gram faqat. Mana bu 20 litrlikka 10 gram solamiz. Xo'sh. 10 gram. Bu juda ham bitta ortiq kam bo'lmasligi kerak. 10 gram bo'lsa mana 10 litr 20 litrga 2 gram qilib qo'yaman hali ortiq kamiga. Mana 2 gram 6 gramdan bo'ldi. Mana bu hozirgi kunda eng asosiy hozir ko'pchilik uzumimiz zo'r turibdi, ashulaga men dori sepmayman, bu dori emas, profilaktika-ku, dezinfeksiya. Ya'ni buni sog'liqni saqlash, o'simliklarni sog'liqni saqlash ministrligi tomonidan o'sha ishlab chiqarilgan. Ya'ni har tomonlama inson uchun zararsiz o'sha ifoda Namanganda, O'zbekistonimizda chiqqan narsalar. Nomerlarni qo'yib qo'yamiz, ifodani o'sha mutaxassislar bor. Juda katta uzumdorlar egalariga ham o'sha maslahat beradi. Mana 10 litr ga 5 gramdan men plus 1 gram qo'shib qo'ydim. Hozir buni tayyorlaymiz mana endi. Yana plus va L77 bu usulitr, ya'ni stimulyator deyiladi. Qizdiruvchi, stressga tushganda, ya'ni o'sha mevalarimiz yuragiga hovliqqanda o'rniga tushiradi. Buni hech qanday zarari yo'q. 10 gram, kamida 10 gram, 20 gram qo'shsam bo'laveradi. Ya'ni bu vitamin-ku. Quvvat beradi, barkidan oziqlantirish. O'sha har xil o'sha preparatlar sepishda albatta qo'rqmasdan agrovitaminlar qo'shsa bo'laveradi. Entakalur, fungisid, shuning uchun protovaga saqlab oldim. Albatta har qanday vitamin abrobot qilganlaringizda sizlar protovaga og'izni to'sganini ma'zur maska yopib olinglar. Fungisid tribkunat 12,5%, tridimefon 10% ekan. Zang, un shudring va zamburug'li kasalliklarga qarshi fungisiddir. Ta'sir etish xususiyati. Ushbu preparat g'alla maydonlaridagi sariq va qo'ng'iz, sariq yel tushishi va qo'ng'iz, zang, un shudring, septaroz septaroiz dog'lanishi, dog'lab qolinadi barlar. Prekuleroz, aydum, antraknoz, ya'ni o'sha barglar qurib qolishi kabi zamburug'larga kasalliklarga qarshi qo'llaniladi. Bu vosita kasalliklarga qarshi tizimli ta'sirga ega bo'lgan himoya qiluvchi va davolovchi xususiyatga ega. Preparat hosil yo'qotilishi va kasalliklarning keng tarqalib ketishini oldini oladi. 10 litrga 5 gram. 10 gram 15 gramdan o'sha liboy vitamin. Har qanday vitaminlar bor, agrovitaminlar magazinlarda shularni qo'shib qo'yasizlar. Ozgina mehnat qilsak nima bo'libdi? Yoshimiz kattaligiga qarab o'tirmaymiz. Bitta ozgina e'tibor, ertalabda 1 soat mehnat qilamiz xolos.